Nega ayrim davlatlarda semizlik kam? Bu irodaga emas, tizimga bog'liq. Agar semizlik faqat iroda masalasi bo'lganda, ba'zi davlatlar semiz, boshqalari esa bu muammosiz bo'lmas edi. Bugun biz odamlarni emas, balki tizimni tahlil qilamiz. Bu videoda parhezlar, kaloriya hisoblash emas, balki inson atrof muhiti uning organizmiga va vazniga qanday ta'sir qilishini gaplashamiz. Shifokor sifatida shuni aniq aytishim mumkinki, agar muhit o'zgarmasa, metabolizm o'zgarmaydi. Ko'pchilik shunaqa o'ylaydi. Semiz bo'lsa, kam harakat qiladi, ko'p ovqat yeydi. Lekin savol tug'iladi. Nega ayrim davlatlarda aksariyat odamlar semiz emas? Holbuki ularda ham stress bo'ladi. Ular ham shirinlikni yoqtiradi. Demak, muammo bilimda, niyatda va hatto genetikada ham bo'lmasligi mumkin. Muammo inson yashaydigan kundalik muhitda. Bu muhit ta'sirida siz har kuni sezmagan holatda qarorlar qabul qilasiz. Semizlik epidemiyasi bir kunda, bir ovqatda va yoki bir shirinlik yeganda paydo bo'lmaydi. U har kuni 200-400 kaloriya ortiqcha iste'mol qilish bilan yuzaga keladi. Bular qanday yig'iladi? Bir shirin ichimlik, kofega qo'shilgan sirop, salatdagi ortiqcha yog'. Ko'pincha kishilar buni hatto ovqat yedim ham deb hisoblashmaydi. Bu ortiqcha raqam kimdadir kamroq yoki kimdadir ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin tendensiya bir xil. Organizm buni bir kunda yoki bir haftada sezmaydi, lekin yillar davomida hisoblab boradi. Faqat tarkib emas, tuzilmaga ham e'tibor berish kerak. Ko'p joylarda ovqat tez yeyiladi, katta porsiyada bo'ladi. Kaloriyasi yuqori, lekin to'yish hissi past bo'ladi. Bu holatda miya to'yganini kech sezadi, chunki to'yish signali miyaga darhol yetib bormaydi. Natijada odam och bo'lmasa ham yana yeyishda davom etadi. Ba'zi davlatlarda esa porsiya kichik, ovqat sekin iste'mol qilinadi. Ratsionda sho'rva va sabzavotlar ko'p bo'ladi. Bu yerda gap parhezda emas, bu ovqat arxitekturasi deb nomlanadi. Natija esa oddiy. Ovqat kam yeyiladi va kishi och qolmaydi. Mashqlardagi harakat emas, hayot tarzidagi harakat muhimroq. Muhim bir holatga e'tibor bering. Semiz bo'lmagan jamiyatlar sportchi jamiyatlar emas. Ular shunchaki kundalik ko'p yuradi, ko'p harakatda bo'ladi, ko'p tik turadi, lekin mashq qilishini emas, balki harakat, transport, kundalik ish, oddiy hayot davomida. Bu albatta mashq foydasiz degani emas, lekin faqat haftasiga 2 marta mashq qilib, qolgan vaqt o'tirib o'tkazilsa, bu yetarli bo'lmaydi. Mushak har kun ishlaganda organizm energiyani yaxshiroq boshqaradi. Yashirin metabolik dushman. Ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin juda ahamiyatli omillardan biri bu stress. Doimiy xavotir kortizolni oshiradi, qorin yog'ini himoya qiladi, metabolizmni esa sekinlashtiradi. Stress paytida yana bitta holat kuzatiladi. Miya o'zini tinchlantirish uchun tez energiya, ayniqsa shirinlik talab qiladi. Bu kishilardagi zaiflikdan emas, balki biologik refleksdan bo'ladi. Uyqu metabolizmni qayta tiklaydi. Uyqu haqida alohida aytib o'tishimiz kerak. Kam uyqu bo'lsa, to'yish hissi pasayadi, shirinlikka moyillik oshadi. Insulin sezuvchanligi esa yomonlashadi. Organizm kam uxlaganda tana himoya rejimiga o'tadi. Organizm xavf his qilishi bilan zaxirasini, ya'ni tanadagi yog'larni yanada qattiqroq saqlashga harakat qiladi. Shuning uchun biz uyqu deganda iroda, intizom haqida emas, tanadagi metabolik asoslarni tushunishimiz kerak. Fermentlangan ovqat va to'yish hissi. Bu juda oddiy, lekin muhim holat hisoblanadi. Fermentatsiyalangan ovqatlar ichaklardagi bakteriyalar muvozanatini, ya'ni mikrobiomni yaxshilaydi. Bu yallig'lanishni kamaytiradi, to'yish signalini yaxshilaydi. Bundan tashqari, sho'rva va sabzavotlar kaloriyani kam saqlaydi, lekin to'yish hissini yaxshi beradi. Natijada inson ovqatni kam iste'mol qilib, qoniqish hissi esa baland bo'ladi. Bitta narsaga jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Odamlar muhit ichida semiradi yoki ozadi. Agar ovqat doim yoningizda bo'lsa, stress doimiy bo'lsa, uyqu yetarli bo'lmasa, kundalik harakatlaringiz kam bo'lsa, kuchli iroda bilan ham vazn tashlashga qiynalasiz. Shuning uchun tez yechim qidirmang. Yechimni esa to'g'ri joydan izlang. Agar sizni nega parhez ishlamayapti, nega vazn qotib qoldi, nima uchun holat o'zgarmayapti degan savollar o'ylantirsa, izohlarda tizim deb yozib qoldiring. Keyingi videoda organizmdagi ichki signal tizimi, uni qanday tinchlantirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Salomat bo'ling.